Endi VirtualBox. Mana. Mat. Shu ikkita restoronni bitta qilsa bo'ladimi? Ikkita restoronni bitta qilsa bo'ladimi? Misol Qanday? Almalinix bor, arch bor. Olmada arch taziyasi. O'zingiz qilsangiz bo'ladi. Hozir ko'rdingizku, archdan narsa oldim-ku. Mana shunaqa ishlashingiz mumkin, mount qilib. Video mana. Menimcha ketyapti. Nimalar o'chirmoqchi edim. Turaversinlar mana 1 2 3 degan papkalar. Prosta. Yana nimadirlar yaratamiz. Nano bilan nano test deylik. Test teksti. Yo, bu VirtualBox. Bu test. Yana nimadirlar yozsak bo'ladi. Testda xato bo'lib ketdi. Nima o'rnatsak bo'ladi? Albatta eshitib bor edi. Ha, eshitib bor. O'zi Debian'da bo'lmaydi bilsanglar. Keyin YouTube degani bor. Bu ham Top degani bor. Top degani bor. Atop bor. Hop, yana nima bor? Nima o'rnatsak bo'ladi? Ha, engine proxy bo'l. Nginx bor debdi mana versiyasi. Nginx mana versiyasi. PHP bor. Minusva mana albatta IP ni ko'raylikchi. IP olmabdi. Wi-Fi ulanmasa ekanmiz, ulanmagan ekanmiz. Bitta o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi endi. Hop. Paroli bizga yaxshi ishlaydigan kerak. Parol bo'lmasa ekan. ZXL bo'lardi. Down, see, keyin up, Coba ketmadi. etc. DCP
Mana buni hozir secure copy orqali o'zimizni kompyuterga tashlashimiz kerak bo'ladi, o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Shunda IP kerak. IP olmadim. etc network. IFS auto black. Hamma yig'ilishimiz kerak edi. Internet orqali. Mana bo'lyapti. Olmoqchi bo'lyapti. Endi kutish kerak. Bo'ldi, menimcha oldi. ping.com apparatda install proxy. Hop, yana nima o'rnatsak bo'ladi? Enma? Enma bormikin? Yo'q ekan. Install Nmap. Wireshark bunda bo'lmaydi-ku. Nega? Komanda sakidan boshqasida. TCP dump degan anaqa Wireshark. Surikatda u IPS IDS degan narsani bilasizmi? Mana shu narsa uchun ishlatiladi. TCP dumpda kuchliroq emasmi? Ya, unda kursingiz bo'ladi, uni tipa Elasticsearch integratsiya qilasiz. Loglarni yuborib bitta Kibana dashbordda ko'rsatadi hammasini. Misol uchun bloklash yoki nima qilishni ko'rsatasiz-ku IPS IDS. Ha, surikatda bor. Qani, anaqa o'tirsizmi, DevOpsda? Yo'q, men DevOps o'qimayman. Siz endi o'tirmaganlar. Nmap oxirida o'tiladi. Yo'q. Qanchalik o'tiradi? Basic. Endi nimasi kerak sizga? Shu emas, ochiq port nimalarni ko'rsatib. Xo'p, endi bo'ldi. Backup olish tar orqali olamiz. Tar qanday bo'ladi tar? Qaylarach? Extract create file z verbose. Nega Z qildik, sal farq yo'qmi? Bizga Sal anaqa zip formatda bo'lishdi. Xo'p. Sistemada o'zini fayllari bor. Misol uchun device har bitta sistemada alohida, ya'ni o'zini disklariga qarab device nimasini chiqaradi, to'g'rimi? Keyin sys degan faylimiz bor, proc, ya'ni proc bilsanglar kerak. Boshda o'tilganmi bunaqa arxitekturasi fayllar. Xo'p, o'sha sistemalarda, o'sha fayllarni biz exclude qilib chiqarib yuborishimiz kerak. Ya'ni u fayllar bu nimaligini olib turib mount qilamiz. Serverdagi shu fayllar mount qilinadi. Shuni exclude qilib chiqarishni bilamiz, a? Minus birinchi full backup. Shunaqa yozilarmidi? Har birinchi fayl nomi, keyin optionlar, undan keyin qayerdan olishimiz. Hop, exclude. Mana shu yerga naqolmizda. Yo'q, mana shu fayllar kerak emas bizga. Minus exclude. Hop.
Yozib ketsa, u ichidagi faylni qaramaydi. Minus hop exclude virgul qilib ikkita anaqani slash ichiga anaqa figurali qavs ichiga olib pochtarnoq ichiga olib yozsangiz bo'ladi. Teng hop sysmidi? Sys. Keyin mana bu olib turgan faylimiz bor-ku, mana shuni o'zini ham chiqarib tashlashimiz kerak. Ya'ni buni o'zidan ham uni bekab olib qo'yadi bo'lmasa. Hop minus exclude. Hozir bo'ladi. Buni fayl nomi saqlanib yozishni boshlanadi, yoziladi sirazi. Shu fayl paydo bo'lishi bilan. Keyin yana shundan ham ichiga yo bitta oladi. Olib ketmaydi, faqat bitta oladi. Ya'ni o'zidan ham olib qo'yadi. Xalaqit bermaydi, просто joy kattalashib ketishi mumkin. Tartibli ishlash kerak. Full backupmidi? Back. Mana shu chiziqcha xalaq qilish mumkin-da. Mana shuni chiziqchasini olib tashlasham bo'ladi. Mana shuni qilib, sistemadan bo'ldi. Ket. Yo'q, unaqa qo'ydim-ku. Slash root topgan. Buni rootdan olyapmiz-ku. Bo'lmasa mana bular chiqmaydi. Oxirgi hech narsa qo'ymasangiz invalid argument. Minusni u tartib ochishingizda. Yaratadiganingizda uni o'qimaydi. Chunki men faylimni hozirgi turgan joyimga saqlash kerak, olinadigan fayl и nimadan olish kerak, nima deydi? Rootdan. Bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas u. Uni ochishda ko'rsataman. Minus C bilan bitta hozir fayl qilib bo'ldi. ls mana minus lh 562 megabayt ekan. Saktakam 3 giga bo'ladi. 1.5 giga bo'ladi. Общий. Root o'zi. Endi nima o'ziga qarab, nima deydi? Nimadirlar o'rnatgan. Sразу nima qilishdan. 1 gigabaytdan oshadi. 1.2 gigabayt bo'ladi boshida. Bu ham biz siqib zichlab arxivlangan shakli 10.1.30 so'ragan. PVD root deganmiz. Qanday secure copy? Sysadminmidi? Sysadminga copy qilaylik-da. Chunki hozir root ochish kerak bo'lsa. cp full backup home sysadmin ls -lh liste boramiz. 10.0.1.134 home sys admin full backup
Mana shu yerga tashlayversin, ha. Hozir zapis ketyaptimi? Zapis ketyapti, ha? Mana pastda. Bo'ldi. Elimizda internet yaxshi ekan. Havadan men. Mana. Permission items. Nega o'chmayapti endi bu? Qancha joy bor ekan? 1 giga. 7 mana bitta kerak. Flashga yozuv Yo'q, cannot write deyapti. Shu ancha tushgan bekat degancha tushganmi? Yo'q, u boshqa fayl. Cannot write deyapti. Mana o'chirishga ham ruxsat bermayapti. Servergami? Serverda o'chirib ishlaymiz-da. Qanday o'chiramiz endi? Yo'q. O'chirib ham bo'lmayapti. Mount bo'lgan mana. Nimadir o'tkazib ham bo'lmayapti. Mana. Mana unda chaladi, shunday chalasi bor. Cannot change permission. Вообще. Flashga yo'q, boshqa hech kimda. Просто unaqa tashlaganni hech qanaqa hurmat qilmaymiz. Ichidagi narsa o'chiriladi. Yo'q, ichidagi narsa o'chirilmaydi. Narsa tashlaymiz, u yoqda ochib ko'ramiz bo'ldi.
Qotib qoldi-ya yuzda. Bo'ldi. Hop, videoni to'xtatamiz. Remote ulab oldim serverga. Bizda ikkita fleshka bor, bittasiga bootable, ya'ni загрузчик fleshka, ikkinchisida backup olingan fleshkamiz. O'tgan safar ko'rsatganim o'sha. Ikkita fleshka, bittasini ikkalasini ham sistemaga qo'yamiz. Bittasidan o'qiydi fleshkani, ikkinchisidan backup tiklaymiz hozir. Reboot berdim, yonish jarayonida. Mana yondi. Endi qamiz, mana shu o'rnatish jarayoni. Install, graph install, advanced optionga kirib rescue mode tanlanadi. Rescue modda shu kecha ko'rgan rescue modda shu ozgina o'rnatish jarayonlari. Bizga bitta terminal ochib berish kerak. Mana o'rnatish jarayonidan o'tamiz. Bizga o'zi network kerak emas, lekin network bilan o'rnatsak ham bo'ladi. Hop, mana ikkita diskimiz bor. Hop, bizga don't use root file system shuni tanlashimiz kerak, chunki root file sistemasi emas. Hop, execute shelldan bizga mana shell ochib berdi. Endi if disk-l bilan ko'ramiz. Hop, mana bu is the server, o'zi fleshkamiz ekan. Fleshkamiz. Endi buni bitta mount qo'yamiz, mnt ga mount dev is the server mnt. Ya'ni endi ko'ramiz, ls biz fleshkani ichida emaslar ko'rishimiz uchun ls mnt. Mana full backup targizimiz turibdi. Endi bitta diskni razdelga ajratamiz. If disk
Ezda A o'zi bo'ladi bizga. Ezda A1. Mana kirib oldik. Dev bilan kirishimiz kerak. Dev ezda A. Hop, print 278 emas bor ekan. O'chirib tashlaymiz. Delete. Hop, new. To'liq olaversin deysiz shundaycha. External contention bizga hech narsa kerak emas. O'chirib tashlaymiz. Hop, print. Right. Chiqamiz. Hop. Endi buni formatlaymiz. Make ifs extrutor formatlanadi. Dev ezda A1. Endi bitta system degan fayl yaratamiz direktoriya. System endi ezda A1 da shunga mount qilamiz. Mount ezda A1 dev ezda A1 system hop, endi tar faylimizdan ochib olamiz. Extract z verbose extract file z verbose preserve degani user mod userlari bilan to'liq o'tadi. Qayerga? Qaysi fayl? mnt backup faylimiz. mnt ning ichidagi full backup. Qayerga tashlaymiz? Hop, minus c bilan systemga ochib olamiz. Ochildi backupimiz. Endi biz backup olish jarayonida exclude qilib bir nechta sistema fayllarni chiqarib tashlagandik. Shularni yaratib olamiz. mkdir systemda dev systemda proc keyin sys degan faylimiz shularni chiqarib tashlagandik. Keyin buni yaratib oldik. Endi buni sistema fayldagi fayllarni bunga mount qilamiz. Ya'ni mount minus bind, ya'ni buni ko'rgan buni fayllarni proctor system proc devni devga keyin sysga bo'ldi. Endi rootni o'zgartiramiz. Change root system deb olamiz. Hop, endi bash bo'ldi. Endi bizga bitta bootloader o'rnatamiz. Package -v configure
Ezdi A'ga o'ziga o'rnatamiz. O'rnatdi. Endi grabdan o'qib olish uchun update Intram FS yoki update grab ko'ramiz. Grabdagi update grab bootloader grab deb olib yoki ma'lummiz Intram FS update Intram FS -u. Endi FS tabga yozib qo'yishimiz kerak. etc fs tab. Hozirgi sistemani yangi yaratgan ezda bir razdelda UID'sini FS tabga yozib qo'yamiz. Ctrl T bilan terminaldagi komandalarni bajarib qo'ysak bo'lardi. Click ID dev ezda A1 mana buni o'chiramiz. Root Extitor errors bularni konflikt bermaslik uchun kommentariya hammasi bir xil bo'ldi. Extitor errors kommentariya olib qo'yamiz. Mana kommentariya hammasi grablar o'rnatilgandan keyin bitta reboot berib yuborsak bo'ladi. Exit system yonishini kutamiz endi.
sistema yondi. Ko'rib olamiz. Hop. ls mana kechagi test faylimiz. Test teksti. Mana bu backup uchun fayl. Darsda ishlatamiz. Ya'ni shunaqa yozgandik. Hop, o'rnatilgan sistemada eshitib yoki YouTube o'rnatgandik. Mana yana nima bor edi? Nginx bor edi bu sistemada. -v mana versiyasi hammasi ishlab turibdi. Backupimiz to'liq muvaffaqiyatli o'tdi. PHP bor edi keyin. Hamma o'rnatilgan komandalarni ishlayapti. LVMni qirqish, mana LVM ko'tarilgan sistema, LVM LVS, PVS, VGS. Hop, mana hammasi ko'tarilgan sistema. Buni ham xuddi shunday ikkita fleshga yoki navbatlarga direct o'qib turib, shellga o'tib olib qilamiz. Bu LVM sistemamiz, root file sistemasi shu LVM ga mount qilingan. Buni oddiy holatda mount qilib bo'lmaydi. Qirqish uchun albatta mount qilishimiz kerak. Hozir mount qilamiz. Advanced option rescue mode. Bu ham realniy serverda ketyapti. Shu serverimizda mana LVM ustida ko'tarilgan. Remote ulamaganman. Nima kerak emas bizga internet, chunki 900 ketaveramiz.
shu execute o'tamiz. Sonra don't elbit data mana execute elbis turibdi. Hop, elimni kesish uchun birinchi boshlaydigan ishimiz eng ichkidan fayl, endi bu deyarli pustoy sistema, hech narsa yo'q ichida. Ma'lumotdan kattaroq qiladi. Ma'lumot misol 100 GB bo'lsa, unda 110 GB kesishimiz kerak bo'ladi. Hozir taxminan 2 ga tushiraman buni. Hop, birinchi fayl sistemani check qilamiz. E2fs check bilan -f dev mapper data ldata. Hop, check bo'ldi. Endi resize 2fs bilan hajmini qisqartirib yuboramiz. Dev mapper data ldata 200 GB. Hop, bo'ldi. Endi lv ni qisqartiramiz. lv reduce -l 200 GB. Hop, dev mapper data ldata bo'ldi. Qisqartirildi lv'miz, mana lvs ko'rishimiz mumkin. Diskni qisqartirish uchun f disk dev sda1 kiramiz. member deyapti. Member qo'shilgan, remove qilmagan deyapti. Print qilamiz mana. sda ga kirardi. sda ga print. Mana lv'ni sal kattaroq qilishimiz kerak. Delete 200 bo'lsa taxminan 210 lar. New 210 print plus 210 GB bo'ldi. No qilamiz. O'chirasan deyapti. Yo'q. Write chiqib ketamiz. Endi lvs 200 GB turibdi. Endi exit qilib bitta reboot beramiz. Reboot file system. Kengaytirish ham xuddi shunaqa, faqat kengaytirish teskarisi bo'ladi. Ya'ni diskni kattaytiramiz, lv'ni kattaytiramiz, fayl sistemani kattaytiramiz, fayl sistemani check qilamiz, fayl sistemani kattaytiramiz. Keyin bo'ldi. Xo'p, yonsini endi ko'ramiz. Buni olmabmiz. Olib tashlash kerak edi. Boshqatdan o'chirib qo'yamiz. Hop, video hajmi katta bo'lib ketmasin deb meni sal pauza qo'yib qo'ygandim. Mana reboot bo'ldi. Output 5 ls palakka 200 GB ga tushgan. Diskimiz 210 sda1 razdelimiz. Xuddi mana shunday lv'm qisqartiriladi. Kattalashtirish esa shuni teskarisi aytganimdek. Mana bu yerda mana optical drive turibdi-yu. Mana shu yerga Debian necha o'rnatgan bo'lsanglar, shuni qo'yasiz. 13 yo 12. Biz 13 o'rnatdik, 13 qo'yamiz.
yonadi. Switch. Yana xuddi o'sha joy. Rescue mode. Mana English. Bu anlagan derilarga sistemani qilmadi. Ha. Aldab sal mount qo'yib. O'zi virtual boxdan chista aldı. Aslında. To'g'ri. Virtual izotsiyalar o'zi level 1, level 2 deydi. Bu level 2. Level 1. Mana V6i deydi. V6i Proxmoxlar level 1 hisoblanadi. Bu sistemani ustiga yaragan orada sistema bor. Shunga level 2 deyiladi. Yo 0 mi shunaqa. Buni desak, bu yerda mana data md0 degan shular. O'zi bu yerdan mount qilish shart emas, chunki mana mount qilib turib dev qaysi bor? Mapper shunaqa. Data endi mana bundan siz o'zini chiqmaydi. Endi birinchi nima ish qilamiz? Bular uzungan bo'ladi. Ha, o'zi biz chunki not root file system tanlab ketdik-ku. Hozir biz уже ishlab turgan sistemada root tuzamiz. Ha, root uziladi. O'zi uzib beradi. Mana. Mana don't use root file system. Ya'ni nima degani? Foydalanma root file sistemasidan degani. Ha. O'zbekchasiga. O'zbekchasiga. Ha, mana ketdi. Execute shell installlaydi mana. Ya'ni execute shell o'tamiz. Ketdi mana. Xo'p, nima qilamiz? Aytinglar endi. Y2 fs check. Hop, ketdi. Dev mapper data. Mana o'si bo'lish kerak-da. Nima edi? Mana bunisi. Ma'lumot hozir aniq u. Ha, ko'rmadik o'zi. Hech narsa pustoy sistema 20 gigabaytlarni 15 ga tushiramiz bo'ldi. O'zi 15 gigabayt narsa bo'lmaydi birinchi o'rnatilgan sistemada. Lekin oldin bitta backup olish kerak. Hamma narsa qilishdan oldin. Bu serverda o'zida bo'lmaslik kerak. Boshqa serverga backup olish kerak. Keyin mana shu narsalar qilinadi. Lekin backupsiz tavsiya bermaymiz, nima qilmaslik kerak. Backup bu najotda. Uni ham tiklab keyin buni boshlash kerak-da. Ha. Xo'p, endi nima qilamiz? Mana narsami? Qanday beramiz? Minus 15 15 gigabayt ayiramiz. Qaysidan? Dev mapper data. Bunday emaslikda. Bu LVM edi. To'g'rimi? Prosta bunday emasmidi? Ha? LVM da menga LVM berardi-ga. Bo'ldi. Endi nima qilamiz? LV reduce minus L 15G dev mapper successfully resized. Hop, qanday ko'rsak bo'ladi shuni? LVS bilanmi? 15 gigabaytga tushdi. 20 bo'ladi o'zi ko'rgan bo'lsanglar. Prosta ko'rmadik boshda. PVS bilan ko'rsak, mana shuncha bo'sh joying bor deyapti. Reduce qilganimizdan keyin. Ha, 5 gigabayt, hali 15 gigabayt top tashladik-ku. Shunaqa. Xo'p, VJS bilan ham ko'rsak bo'ladimi? Mana, bu ham xuddi shunaqa. Boshda ko'rmabmiz. O'zi to'liq 19 turgan bo'ladi. Ya'ni
LVM nimada, volume grupda. Biz hozir uni 5 GB qisqargandan keyin mana LVS bilan ko'rsak, mana 15 GB ga tushdi. O'zi aslida 20 GB bo'ladi. Boshda ko'rolmaymiz. Xo'p, endi qisqartirish. U-mount qildik, fayl sistemani chek qisqartirdik, LVM ni qisqartirdik. Etap-etap tushib kelamiz. Eng pastda ma'lumot tekshirish, mana shu. Endi LVM dan keyin nima turadi? RAID turadi. RAID qisqartiramiz. Undan keyin disk. Kengaytirish teskarisi bilamiz, a? Xo'p, RAID qanday qisqartiramiz? Endi ADM qaysi? Minus grow degani nima bu? Xo'p. Minus grow. Bizda qaysi bo'ladi endi? Dev endi 0. 0 dan size degan option berib ketamiz. Size deb yozsak, size teng max berishimiz mumkin. Max bersak o'sha qoplab oladi. Disk qancha bo'lsa. Endi hozir 15 bo'ldi. Buni 16 qilamiz. Chunki sal kattaroq bo'lishi kerak. Chunki hozir точно 15 dan kattaroq bo'lib qoldi. 98 balki 15 bo'lishi mumkin. Sal kattaroq bo'lishi kerak bu. Xo'p. 16 berib ketaveraman. 16G. Hop. Company size of has been set to mana shu. Bo'ldi degani bu. Endi undan tepadagi, pastdagi qatlamga keldik. Diskka. Zapis bo'lyapti. If disk qaysi disklarimiz bor edi? Dev SD A1 B1 ekan. SD A. Kiramiz. Hop. Print qancha 20 GB deyapti. Biz shuni 16 dansini 16 ga 1 qilamiz. Delete ga o'chiriladi. New. Hop. Primary default plus 16 ga 1. Hop, read member deyapti. O'chirasanmi? Yo'q. Ketdik, endi o'chirib yuborsak, mana 16 ga 1 ga aylandi diskimiz. Endi sahnaga chiqib ketamiz. Right. Hop, SDB ga kiramiz. Print, mana delete new. Mana write kelib plus 16 1. Bir xil bo'lish kerak-a? Anaqa. Hajmi. Hop, no. Right. Bo'ldi. Endi disk qanday qo'shamiz endi? Ko'rsatib yuborishimiz kerak buni, disklar yangilar. Emdadimi? Minus add dev md0 qaysi dev is the xolasak yaratib yuborsak ham bo'ladi mana shu yerda. Ha, is the a1 dev is the b1 buyursa deyapti. Endi adam minus bunday qilsak bo'ladi. Minus l n 2 dev endi 0 recovery speed, yes. Abuse edildi. PS. Bo'ldi. Endi bitta yoqqanda ko'ramiz. Agar problema chiqsa yana qaytamizda. Problema qanday bo'ladi? Emdadimni topolmadim degan problema bo'lishi mumkin. Hozir aytqildik, menimcha abuse degani ishlatilyapti. Bunaqa chiqmaydi. Exit. Xuddi shu joy.
Reboot file system. Mana buni o'tlashlash kerak. Qanday qilamiz? Mount qilishimiz kerak edi mana bu yerda. Men boshda o'chirib qolish kerak buni. Bu yani holatda Reboot'dan keyin bir fleshga o'tirish kerak. Fleshga o'zingiz yana fleshkadan o'qitdi. Yana yangitdan qilaman deydi. Mana. Endi mana bu yerda o'tib olsak, xudo xolasa yonadi. Agar kompyuterga shunday qilinsa, BIOSdan fleshkani ko'tarib, bittaga tayyorlash kerak. Что-то проблема. Menimcha aytdimiz. No such all file directory. Bunaqa desak, borib kiramiz hozir. Hozir ko'rsataman buni ham. Problema bo'ladi. Mana. Xuddi shu narsa. Yana bitta o'yladi. Kabel bormi bu yerda? HDMI kabel. Tika. Buga yo'q shekilli. minus dev endi 0 dev esp dev esp write independent intent create aborted endi bir hop menimcha bu mana bu yerda mana paydo bo'ldi. Shu yerda bitta qo'shib olish kerak. No и да, va yes. Mana. Yana tushuntirish esimdan chiqib ketdi. Sizlarga qarab. Hozir komandasini ko'rsatib beraman. Nima qilganimni. Esdan chiqib qolibdi uzr. Chunki bunaqa bo'lganiga mana nima edi? ls mana turibdi o'sha faylimiz. ls bilagi bilan ko'ramizmi? Mana 16:1 kamaygan. Hop, mana qilganimiz
Hop, endi adam minus c qilib yaratdik. Yaratiladi, to'g'rimi? Create. Hop, minus L bilan nima qilamiz? Read level. Bizga qaysi kerak? 1, to'g'rimi? 1 qildim. Hop. Keyin minus n bilan n nima edi? Ya'ni disklar soni, device number. Ha? Disklar soni. Endi qaysi nom bilan yarat? Endi 1 qildim. Endi 0 bilan oladi. Endi 0 bor edi-ku sistemada. Shuni olmadi. Endi 0 ustiga yozib yuboraman-da, no bosdim, ba bo'lmay yes bossak ham yozmadi, chunki busy deb turardi. Undan oldingisida. Endi bunda endi 1 qildik, yaratdi. Qaysi disklardan? Dev is the a 1 bilan dev is the b 1 bo'ldi. Ikkovini yaratdik. Undan keyin so'radi, nima qilasan, ustiga yozasanmi deganda yo'q deb yozdik. Ya'ni yo'q dedik. Undan keyin yarataymi dedi, yangi mda 1 degan. Yes deb bosdik. Bo'ldi, shu holatda yangidan yaratdi, avtomatik mount bo'ldi. Oldin qanday bo'lsa, xuddi shunday. Prosta esimdan chiqib qolibdi. Qarang, bunaqa chiqqaniga. Mana shuni ma'ni endi nima qilmay qoldim. Mana shu holat. Bu sistemada RAID qisqartirish va kengaytirib ko'ramizmi? Kengaytiramiz sizlar ham ko'raveramiz. Men vaqtlang bo'lsa deyman. Bunaqa qilmaylik. Asosiysi o'sha Ha, kengaytirish. bo'ldi mana. Hech qaysi firma kichraytirmaydi. Tushundilar-ya buni hozir nima sistema ketganini. Mana buni ko'rsak bo'ladi. Cat test. Mana. Bu test uchun faylni yozgandim. Shundaycha ichidagi narsalar saqlanib turibdi. Hop. O'chiramiz bo'lsam, yana xuddi shu tartib. Shundan mana qolib ketibdi. Mana bu yerga mana shu grow qilib turib, bitta disk, ikkita disk qo'shib, uni siz bilan. Qarangda hozir bu bitta shunaqa bo'lyapti virtual boxda biz shunday biriktirib qo'yapmiz. Misol uchun SXA yo boshqa yoki fizический bo'lsa qanaqa bo'ladi? Mana bu fleshka. Shu holat. Fizический bo'lsa fleshka bo'ladi. Uni qatga biriktirasiz fleshkani. Hozir ko'rsatdim, ochildi, mana shunaqa bo'ldi. SXAda anaqada misol uchun SATA port ustiga biriktiriladi. SXA ishlatib ko'rmaganman. SXA bizda pulli-yu, hozir oshib ketdi deyapti narxlar. Broadcom sotib olgandan keyin eshitdilarmi shuni? Eshitdim. Oddiy, endi bizda ko'proq Crack ishlatiladi-yu. Lekin haqiqiy kompaniya ishlataman desa, adashmasam oldingi holatiga 15 baravarmi narx qo'yilgan. Korlarni ham o'zi korga qarab so'zlab berardi, oldin. Biz pulli narsalar sochamiz bizda. Open source eng hozir ham open source Proxmox bo'lsa kerak endi ba'ga. Chunki Proxmox open source Enterprise ham bor. Uni hech kim ishlatmasa kerak deb o'ylayman. 100% open source Proxmox. Hamma Ochiq community. Endi balkim hali juda naqa ishlaydigan odamlar nima deydi? Hamma narsani joyida pulini berib hal qiladigan odamlar balkim enterprise ishlatar. supporti bo'ladi. Eski mod. Mana. Hop. Kengaytirish nimadan boshlaymiz? Yumant bo'ldi. Yo'q. Kengaytirish. Birinchi endi teskarisidan boshlaymiz. Qilgan ishimizni teskarisidan. Diskga kiramiz shuni. Birinchi F disk. F disk Dev is the amida. Hop, print 16 bir chiqish kerak mana. Delete new. New.
buyog'i 20 gigabit qilamizmi? O'sha maksimum bo'ladi, to'g'ri? Ha. No. Bo'ldi, print. 20 gigabit. Right. Endi SDB. Yomon o'tirib o'zingda. Delete. New. No. Right. Endi nimadan boshlaymiz? Diskdan keyin kelaveradi. Formatmi? Yo'q, format u oxiri. Yo'q, u eng oxirida. Rate o'tamiz. Endi dadim. Mana metga yozib tushuntiraymi? Mana shuni bitta. Hop. Diskimiz bor. Bu son eski A bu bunchida nima bo'ladi? Disk Read bo'ladi. Bundan keyin o'chiring. Now is the bundan keyin read. Çünkü diskten red bunlar. Bundan keyin N. Keyin nima? Fs bosib bo'ladimi yoki faylni o'zi? Fayl. System. Hop. Keyin nima bo'ladi? Mana ichida data bo'ladi. Data. Imtihonni o'tamayotganda yig'ilib pishadi. Qolganlar o'ziga ishongan sizlar. Hop, birinchi status ko'raveramiz. Hop, birinchi nimadan boshlaymiz? Datani chekib ko'ramiz. Ma'lumotni ko'rish desam bo'ladi. Data chek bosib ko'rsam bo'ladi. Chek. Hop, keyin ikkinchi fs chek. Keyin uchinchi fsga kichiraytirish. Kichik. Right. Hop. Bo'lgan narsalarni. Hop, uchinchisi, to'rtinchisi. Element tutamiz. Element reduce. Reduce, ya'ni qisqartirish. Keyin rate tutamiz. 5. Hop, rate. Rate. Kesishdi bo'ldi. Oxiri keyin disk. Va bu qisqartirish. Endi kengaytirish shuni tepaga qarab ketadi. Mana buni almashib qo'yamiz xolos. Birinchi chekib olamiz. Keyin buni komandasi o'zadi, resize kps. Turib kengaytirish. Kengaytirish tepaga qarab. Bu praktika. Mana shunday qisqartirsak, ya'ni kengaytirishga ketadi.
Shu bitta rasmga olib bitta tashlaveraymi? Videoga chiqayo. Ovozing chiqmaydi. Chiqib ketadi. Ha, bo'ldi. Hop. Endi nimaga keldik? Endi adem minus grow dev mda 1 midi bizda? Mda 1 minus size teng max. Max degani maksimum. Bo'ldi. Ha, qancha bo'lsa disk tushunchasini oladi. Sonlar berib istayapman, shu 20 ga. Ha, berib ko'rsa, bundan oldingisi ko'rdik-ku. Xuddi shunaqa. Mana buni undan misol uchun 20 berib kelsangiz bo'laveradi. Gis bo'lish kerak, gigabayt. Bo'lmasa 20 megabayt nima oladi? Xo'p, bo'ldi mana. Set mana bu. Shuncha kilobitdami ko'rsatadi. Endi nima qilamiz? LV. Nima qilamiz? LV qaysi komanda? Esda qolyapti. Mayli. Extended. Yaxshi ham bunaqa nimalar tushmaydi. Savolda bor ama. Og'zakida. Hop, qanday bo'ladi? Next. Qaysi birini qilamiz? Bunday bo'ladimi? Bunday ham bo'lsa kerak. Bo'sh joyda 100% olgan, ya'ni katta bilan kichik farqida kichik elda 100% free bersak bo'ladi, katta elda aniq hajm ko'rsatishingiz kerak. Shundaymi? Hop, qaysi? Dev mapper data successfully resized. Endi nima qilamiz? Y2 fs check minus f bilan dev mapper data. Bo'ldi. Endi nima? Resize 2 fs dev mapper data. Hozir yozsam ham bo'ladi, yozmasam ham bo'ladi. Yozmasam xuddi bunga undan oldingilarga o'xshab maksimalni oladi. Bo'ldi. Tamam. Xo'p, kengaydi. Oxiriga yetib keldik. Exit. Endi Haligi muammo chiqmaydimi? yo'q, bunda sistema balki kech qoldi. Chunki bunda kengaytirib yubordik, max qilib. Qisqartirganingizda diskni o'chirasiz-ku. Kengayganda o'zi kengayaveraveradi. Chiqarmaydi. Qora o'yinlar chiqdi, chiqargan. Root. Qisqartirishdan ko'ra kengaytirish oson. Praktikada hech kim qisqartirmasa kerak. Yo'q, mana. Cat test uchun fayl. ls balaka 20 gigabaytda. Hozir fayl sistema katta turadi shekilli. Resize 2 fs berdim-ku. Aytdim-ku, aytib ketdim-ku. Hozir qo'ymasam dedim, xuddi oldingilarga o'xshab maksimalni oladi. Xolasangiz 20 berib ketishingiz mumkin edi. Video to'xtatsangiz yaxshi bo'ladi. Hozir yana 15 gigabayt chiqib turibdi. Yo, bu OBS yozyapmiz-ku. Ha, Bak, o'tdi. Yo, uni hozir qolaman, sizlardan qilib beraman. Xo'p, bu bo'ldi. Xo'p. Endi bunda bitta sistema o'rnatishimiz kerak. Tartibi shunday. Lekin buni disk kesmaymiz. LVM nuqtasini kesib qilamiz hozir. Buni videoni o'chiraver.